Azam qarang qanaqa udilnitel. Bu yog'i ham vilka, bu tomoni ham vilka. Bu nimaga, Rustam aka? Bu hozir nimagaligini ko'rsatib o'taman. Siz profilimizga obuna bo'ling, videoga like bosing. Mana ichida shunaqa generatorlarimiz bor. 3 kilovat, 5 kilovat, 7 kilovat, 9 kilovat, 11 kilovat. Kimga kerak bo'lsa 100% misab motkalik 1 yil garantiya qo'yib beramiz. Ishlatishini ko'rsatib o'taman. Akkumulyatorni ulab olamiz. Akkumulyatorni ulagandan keyin mana bu joydan moy quyamiz. Moy quyamiz. Universalniy moydan bir 700 gram ketadi. Shupi bor. Shupiga ilsa bo'ldi. Moy quyganimizdan keyin mana bu joydan filtrini olib tashlamasdan benzin qo'yamiz. Benzin qo'yiladi. Dalish ko'rsataman. Mana bu benzin ochamiz. Benzin ochiladi. Bo'ldi, motorga benzin ketdi. Bu yoqda patsos turibdi. Patsos обязательно yoqishdan oldin startda turishi kerak. Mana. Startda turadi patsos. Keyin kalitini burasak, generator yonadi. Yongandan keyin patsosni bu положениyaga o'tkazamiz. Run. Bir xil stabil ishlashni boshlaydi. Avtomatni основnoyni o'chiramiz. Ish tomonni любой bitta rozetkaga tiqamiz. Mana, bunga tiqib qo'yganmiz hozir. Ikkinchi uchi generatorda turibdi. Keyin generatorimizni yoqamiz. Hop, svet bor. Agar kimga shunaqa generator kerak bo'lsa, manzilimiz Sergeli Index bozori D1 blogidamiz.